Oh my god, nima bu? Tichi qo'lmi? Voy bela. Ketdi. Hey, hammaga salom, sizlar bilan Ulachamp. Bugun trendda yurgan va juda ham ko'p odamlar reklama qilayotgan telefon haqida gaplashamiz. Va o'sha reklamada aytilayotgan gaplar rost yoki yolg'onligini bugun sizlar bilan birgalikda oydinlik kiritamiz. Va bu oldindan eslatib o'taman, bu video hech qanaqa reklama emas. Bu videomizda как положено telefonimizni kamchiligini ham, yaxshi taraflarini ham hammasini ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Unda oldin videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Biz bu korobkamizni ochishni boshlaymiz. Harakat tur. Xo'sh, kattagina Infinix GT20 Pro korobkasida nimalar borligini hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, korobkamizda ikkita kichkinagina korobkacha va Infinix GT20 Pro telefonimiz va telefonimizdan original chexol ham chiqargan. Chexolining sifatini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin, lekin dizayn sifatida juda ham yoqdi menga. Xo'sh, endi kichkinagina korobkachalarning ichidan nimalar chiqishini hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'sh, birinchi korobkachamizdan telefonimizdan joystiklari chiqdi, qo'l sarsiydi. Bu PUBG Mobile'ni 4 ta barmoqda o'ynaydigan akalarimizga juda ham qulaylik tug'diradi deb o'ylayman. Xo'sh, ikkinchi korobkachamizdan esa kulerimizning simi, hattoki barmoqlarimiz uchun napalchik ham chiqargan, prosta bomba. Kulerimizning dizayniga bitta baho berib qo'yasizlar. Kulerimizning kuchi telefonimizni -5 darajagacha sovita olar ekan. Qo'l sarziydi. Kulerimizning simi ancha-muncha uzun ekan va Type-C kabel ekan. Xo'p, ana endi Infinix GT20 Pro telefonimizning korobkasidan nimalar chiqishini sizlar bilan birgalikda hozir ko'rib chiqamiz. Undan oldin upakovkasini o'zimizning kichkinagina pichoqchamiz bilan ochib olamiz. To'g'risini aytsam, korobkamizning qanaqa ochilishi va qaysi tarafdan ochilishini boshida topolmadim. Qanaqa ochilishini taxminan bilib oldik. Ana endi ehtiyotkorlik bilan ochib olamiz. Xo'sh, korobkamizni ham ochib oldim. Korobkamizda hamma korobkalar singari oddiy ochilmas ekan. Juda ham bir noodatiy, chiroyli bo'lib ochilar ekan. To'g'ri, korobkamizni ochilish noodatiy ekan, lekin korobkamizni xato ochib qo'yganman, bilmayman, lekin ichidagi korobkamizni olish juda ham qiyin bo'ldi va olish jarayonimizda bir ikkita muammolar ham bo'ldi. Xo'p, hech kim ko'rmadi degan umiddamiz. Xo'p, telefon korobkamizni ham oldik. Telefon korobkamiz ham juda ham bir noodatiy ekan, ochilishi ham bir fantastik ekan. Ochgan zo'g'atimizda bizani kichkinagina korobkacha kutib oldi va kichkina korobkamizda hozir nimalar chiqishini ko'rib chiqamiz. Ochgan zo'g'atimizda SIM karta uchun skripkamizga PUBG Mobile yozuvsi tushirilgan ekan. Aniqrog'i skripkamizda PUBG Mobile o'yinidagi skоворodkaning nusxasi qilingan ekan. Skripka sizlarga yoqdimi? Kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar, lekin menga juda ham yoqdi. Xo'p, kichkina korobkamizda yana bitta chexol chiqarkan. Chexolimiz birinchi chexol bilan bir xil, lekin rangi boshqacharoq ekan. Chexolga qo'shilgan holda o'zini original stiklosi ham chiqargan. Xo'p, ana endi Infinix GT20 Pro telefonimizning korobkasidan olamiz. Qisqacha dizaynni o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Telefonimizni chekka qo'yib turamiz va telefonimizning tagida nimalar chiqishini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, telefonimizning tagida blok pitaniya va yana bitta quticha bor ekan. Blok pitaniyamiz kichkina, ham qulay, 45 vatli blok pitaniya ekan. Kichkina qutichamizni ichida blok pitaniyamizning simi bor ekan. Simimizda Type-C kabeli ekan va kabelimizga qo'shilgan holda telefonimizning original naushnigiga ham chiqar ekan. Lekin to'g'risini aytsam, korobkamizni ochilib yopilishi menga juda ham yoqdi. Sizlarga ham yoqdimi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Ana endi navbatni Infinix GT20 Pro telefonimizga beramiz. Telefonimizning upakovkasini ochib oldik. Orqa dizayni rostdan ham igrovoy telefonlarga o'xshagan. O'z orqa dizayni sizlarga yoqdimi? Kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar. Xo'sh, do'stlar, korobkadan telefonimizni ham oldik. Korobkalarimizdan ikki xil chexol chiqargan va telefonimizning dizayniga keladigan bo'lsa, telefonimizning orqa dizayni juda ham chiroyli va orqa podsvetkasiga ham bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Orqa podsvetkamiz muzika va o'yinga mos yonib o'chadi. Hozir sizlarga yoqib ko'rsataman. Tak, hozir bu yerda muzika ketib olib, avtorskiy prava o'qimasligi uchun ovozini past qo'yibman va mana muzika mos ovoz yonib o'chyapti va yonib o'chishi ham har xil. Bunaqasi ham bor ekan va bunaqasi ham bor ekan, mana. Ko'rishingiz mumkin. Ana endi bu podsvetkani qanaqa yoqishi va nasturga qilishi sizlarga o'rgataman.
Xo'sh, do'stlar, korobkalarimizdan mana shu narsalar chiqdi. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Mana mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Va kullari magnitli ekan. Mana ko'rib turib baho bera olasizlar. Qani endi PUBG Mobile'dagi testlarni boshlaymiz. Men joysticklarni olib tashlayman, chunki men 4 ta emas, 5 ta barmoqda o'ynayman. Qani ketdi. Xo'sh, kelinglar birinchi bo'lib PUBG Mobile'da test qilishdan oldin o'zi Infinix GT20 Pro telefonimizga PUBG Mobile'ga necha sekundda kirar ekan, shuni tekshirib ko'ramiz. Necha sekundda PUBG Mobile'ga kirgan o'zingiz ko'rdinglar. Ana endi o'yindagi testlarga o'tamiz. Xo'p, birinchi bo'lib odam ko'p tushadigan joy, eventga tushib ko'ramiz. Eventda odam ko'pligi uchun telefonimizni qotarmikan, tekshirib ko'ramiz. Xo'p, eventga tushganimizda hech qanaqa laglar sezilmadi. Kelinglar o'zi Infinix GT20 Pro telefonimizda giroskop bormikan, tekshirib ko'ramiz. Xo'p, giroskopimiz bor, ishlashi ham yaxshi. Kelinglar endi Crossfire jarayonlarida telefonimiz qotarmikan, qotmasmikan tekshirib ko'ramiz. Crossfire jarayonlarida hech qanaqa laglar bo'lmadi. Ana endi oldimizdagi odamni HSK bilan portatib ko'ramiz. FPS tushib ketarmikan, tekshirib ko'ramiz. HSK portlagandan hech qanaqa FPS tushib ketdi, yoki qanaqadir laglar hech qanaqa sezilmadi. Ana endi kattaroq portlash chiqib ko'ramiz. Aniqrog'i mashinani portatib ko'ramiz. Telefonimizda qochish qotmasligini tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, do'stlar, Livikdagi testni ham qabul deb, to'g'ri, Crossfire jarayonida ham HSK yoki mashina portlaganda ham hech qanaqa laglar bo'lmadi-yu, lekin test jarayonimizda juda ham katta va ko'p muammolar bo'ldi. Hozirga ko'rsataman, bu birinchisi. Telefonimizning ekraniga ahamiyat berasa, to'g'risi ekranga nima bo'lganini o'zim ham bilmayman. Ikkinchi muammomiz esa Wi-Fi moduli bilan bog'liq. Mana o'zingiz ko'rasizlar. O'yin o'ynayotgan jarayonimizda telefonimizning Wi-Fi birdaniga ishlamay qoldi. Hamma telefonimizda ishlayotgan payt aynan Infinix GT20 Pro telefonimizda ishlamay qoldi. Xo'p, nastroyga kirdik, Wi-Fi'mizni o'chirdik, qaytadan yoqdik va PUBG Mobile'ga qaytadan kirganimizda esa PUBG Mobile o'yini уже qotib bo'lgan edi. Mana o'zingiz ko'rib turgan holatga tushib qoldi. O'yindan chiqib ketsak ham o'yinimizning ovozi qolib ketaverdi. To'g'risi bu holatga nima deyishni bilmadim. Kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar. Xo'sh, do'stlar, muammolarni o'zingizlar ko'rdinglar. To'g'risi qo'limga qanaqadir brak telefon chiqib qolganmi yoki telefonimiz hali to'liq optimizatsiya qilinmaganmi, unisini bilmadim, to'g'risi. Bunaqa muammolarga to'g'risi ko'z yumib bo'lmaydi. Qanaqasiga Infinix GT20 Pro telefonimizni PMCL chempionatiga homiylik qilgan unisini bilmadim, lekin muammolarimiz bor. Mayli, endi bootcampdagi testlarga o'tamiz. Qani ketdi. Xo'p, ana endi bootcampga tushib ko'ramiz. Samolyotdan sakraganimizda va bootcampga tushganimizda telefonimizni qotarmagan, qotmasmagan tekshirib ko'ramiz. Samolyotdan sakraganda ozgina laglar sezildi-yu, lekin bootcampga tushganimizda hech qanaqa laglar bo'lmadi. Kelinglar endi bootcampdagi Crossfire jarayonlarini tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, bootcampda ham Crossfire jarayonlarida hech qanaqa qochishlar bo'lmadi. Kelinglar o'zi Infinix GT20 Pro telefonimizda necha FPS ishlar ekan, tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, grafikani planni qo'yganimizda Ultra Extreme 120 FPS ishlab berar ekan. Balansga qo'yganimizda Extreme Plus yo'qolib qolar ekan, Extreme'ga tushib qolar ekan. Vysokga qo'yganimizda ham Extreme 60 FPS ga ishlab berar ekan, maksimumda ham 60 FPS ishlab berar ekan, Ultra HDR da 45 FPS ga tushib qolar ekan. Extreme HDR har doimda ishlamas ekan. Faqatgina planida Extreme Plus, Ultra Extreme ishlab berar ekan. Aniqrog'i 90 va 120 FPS ishlab berar ekan planida. Lobbyda ham qo'shinaga bo'lsa kerak, grafikani planni qo'yganimizda Extreme Plus 90 FPS ishlab berar ekan, lobbyda 120 FPS ishlamas ekan. Planni balansga qo'yganimizda 60 FPS ishlab berar ekan, vysokkida ham 60 FPS ishlab berar ekan, maksimumda ham 60 FPS ishlab berar ekan, Ultra HDR 45 FPS ga tushib qolar ekan. Extreme HDR umuman ishlamaydi. Lobbydagi grafikasini Ultra HDR 45 FPS qilib ko'rdik. O'zingizlar ko'rib baho beringlar.
Ana endi lobbidagi grafikasini planli 90 fps ko'ramiz. Bunisini ko'rib, fikringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar. Xo'sh, ana endi Infinix GT20 Pro telefonimizning xarakteristikasi haqida gaplashib o'tamiz. Xo'sh, batareyka hajmi 5000 mAh ga teng. Blok batareyasi bo'yayotganimdek 45 Watt bo'lib, telefonimizda to'liq zaryad olish uchun taxminan 1 soat ketadi. Xo'p, ekran AMOLED bo'lib, 144 Hz yangilanish tezligiga ega. Hajmiga keladigan bo'lsa, diagonali 678 dyuymga teng bo'lib, 1 milliarddan ziyod rangni beradi. Telefonimizning protsessori esa MediaTek Dimensity 8200 Ultimate 4 nanometrli. Ikkinchi chip esa aynan o'yinlar uchun Pixelworks X5 Turbo. Grafik protsessori esa Mali G610. Xo'sh do'stlar, telefonimizni o'zingizlar ko'rdinglar. Closeway jarayonlarini ham, muammolarini ham va necha FPS tashlashini hammasini ko'rib chiqdik. Lekin to'g'risini desam, professional igroqlarga bu telefonni men maslahat bermayman. To'g'ri 120 FPS bo'lishi mumkin, lekin muammolari ham bor. Balki to'g'ri qo'limga brak telefon tushib qolgan bo'lishi ham mumkin, lekin men PMCL turnirida aynan shu telefonda turnir bo'lganda, zona qisqargan payt Closeway jarayonlarida ancha-muncha qochishlar bo'lgan, uni o'zim ko'rganman. Xo'p, mayli. Shu sababdan men bu telefonni professional igroqlarga maslahat bermay davom. To'g'ri havaskor sifatida o'ynamoqchi bo'lsanglar, lekin yaxshi telefon 120 FPS ishlaydi, muammolarni hisobga olmaganda. Xo'sh, videomiz sizlarga yoqdi degan umiddaman. Maksimal like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videomizda qanaqa telefonni obzor qilib test qilamiz, kommentariyada uni ham yozib qoldiringlar va men sizlar bilan xayrlashaman. Bay bay.